Hammadan bir xil savol. Men borsam, qancha pul bilan borsam, zavodga borsam, birinchi qo'l bo'lsam, eng arzonini olib kelib turib, O'zbekiston yo Qirg'iziston, Qozog'iston hamma joyda birinchi qo'l bo'lsam, men millioner bo'lsam. Do'stlar, to'g'ri, yaxshi fikr, yaxshi g'oya. Lekin siz zavodga kelishingiz uchun yoki fabrikaga kelishingiz uchun bitta modelda o'zidan siz ob'yom olishingiz kerak. Ozgina kam kichkina mini firmalar ishlab chiqarishlar, производство sizlarga tam 100 dona tikib berishi mumkin. No, ular marjasini hisoblaydi. Agar siz 100 dona oladigan bo'lsangiz, почти bozor bilan bir xil olishingiz mumkin. Qancha ko'p olsangiz, shunda ular sizga arzonroq qilib tikib beradi. Bo'lmasam, har xil tovardan oz-ozdan olmoqchi bo'lsangiz, to'ka bozor siz ishsiz. U ishlab chiqarishga borishingiz hojati yo'q. Ishlab chiqarish izlab bitta vaqtingizni ketkizmang. Arzon tovarlarda bo'lsa, hali nelikvid kiloga sotishayotganlarni men kichkina joychalarni ko'rsatdim xolos. Katta skladlarni endi hamma shu yerdan olib kelib non yeyapti. Ularni ochib tashlasam, qancha odam noni buziladi, to'g'rimi? To'g'ri kelmaydi. Agar sizlarga kerak bo'lsa, пожалуйста, kelinglar, olib borib ko'rsataman. Kerak bo'lsa tovar jo'natib beraman. Faqat katta ob'yomga olishingiz kerak. Hali 10 ta, 20 ta, 50 tadan ular bermaydi katta ob'yomga. Bersa ham sizga qimmatroq beradi. Agar sizlar haqiqatda kiloga tovar topshirmoqchi bo'lsalaringiz, birinchi qo'l bo'lmoqchi bo'lsalaringiz, tam tonna olishingiz kerak. Вот o'shanda sizni kargoingiz ham arzon tushadi birinchidan, tovarni ham arzon olib bilasiz. Bo'lmasam oz oladigan bo'lsangiz, bu yerda ham sizga qimmatroq beradi. 2, 3, 4, 5 yuan balandroq qilib beradi. Har bir tovaringiz ustiga pul qo'yib beradi. Shuning uchun hisoblab pulingizni olib kelishingiz kerak. Besplatno ma'lumot yo'q. Hammasini Instagramda qo'yib boryapman. Videolarim hammasini ko'rib chiqingizlar. Telegram gruppamga o'tib, mana kataloglarni ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, aktualniga yoki storiesga Telegramimni отметка qilib qo'yganman. Undan tashqari, agar kimga bironta brend kerak bo'lsa yoki любой tovar Xitoydan, imенно Xitoydan xohlagan joyingizdan любой tovar o'zingiz uchun obzor qilib beraman. O'zingiz uchun narxini chiqarib beraman. Faqat o'zingiz uchun gruppaga qo'yilmaydi, bu yerga qo'yilmaydi. Bu odam kelishdan oldin narx-navosini bilib, keyin kelsalaringiz bo'ladi. Buning uchun bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.